Qo'shimcha axborot belgilari. O'tgan mavzu bo'yicha savollar bormi? Ha? O'tgan mavzu bo'yicha savollaringiz bormi? Hech kimda savol yo'qmi? Agar savollaringiz bo'lsa, hozir so'raysizlar. Demak, bo'lmasa bugungi mavzumiz qo'shimcha axborot belgilari. Qo'shimcha axborot belgilari ushbu belgilar o'zi qanaqa bo'ladi? Oq bo'ladi, sathi, chetida qora chiziq bilan belgilangan bo'ladi. Ichida qora ranglar bilan yo'naltirgich rasmlar tushiradi, qora ranglar bilan. Qo'shimcha axborot belgisi qaysi belgi tagida o'rnatilsa, shu belgi bilan qo'shimcha ma'no beradi. Ya'ni qaysi belgining tagida tursa, shu belgi bilan qo'shimcha ma'no beradi. Ogohlantiruvchi bilan ham turishi mumkin, taqiqlovchi bilan ham qo'yilgan bo'lishi mumkin yoki buyuruvchi bilan ham qo'yiladi. Axborot ishoralar bilan ham qo'yiladi. Tushunarli? Demak, har bir belgi bilan qo'shimcha ma'no beradi. Qo'shimcha axborot belgisini faqat o'zini turishi hech qanday ma'noga ega emas. Esdan chiqarmaysizlar shuni. Demak, birinchisi nechinchi guruhga tegishli bo'lyapti bu? 7-guruhga. Servis belgilarini orada tashlab ketyapman. Servis belgilarini o'taman, lekin unja muhim emas servis belgilari. Ya'ni faqat servis ko'rsatadi, hech qanday taqiqlamaydi, buyurmaydi. Savollarda servisga o'zi bittagina servisda savoli bor. Xo'p. Xo'p, birinchisi obyektgacha bo'lgan masofa, ya'ni belgi qachon boshlanadi? Taqiqlovchi joymi, buyuruvchi joymi yoki to'xtash mumkin emas bo'lgan joymi, quvib bo'lish mumkin bo'lmagan joymi? Shu joyda aytayapti. Hozir emas, belgi o'rnatilgan joyda emas. 300 metrdan keyin bor. Obyektgacha bo'lgan masofa o'zi shunday. Ya'ni obyekt hozir yo'q, keyin keladi. Yo'l berasan deyapti. Qachon? 150 metrdan keyin yo'l berasan deyapti. Hozir yo'l bermayman. Mana bu yerdagi yo'l beradigan joyga yaqinlashadiganligini nima qilyapti buni? Qo'shimcha axborot ma'no beryapti. Xo'p, shu yerda hozir quvib o'tsa bo'ladimi? Bo'ladi. Nima uchun bo'ladi? Chunki mana bu belgi obyektgacha bo'lgan masofa, ya'ni obyekt 300 metrdan keyin boshlanadi. Hozir emas. 300 metrdan keyin bu nima qila olmaydi? Quvib o'ta olmaydi. Tushunarli? Bu ham obyektgacha bo'lgan masofa, ya'ni to'xtamasdan o'tish taqiqlangan belgisi bo'ladigan bo'lsa, chorrahada bu belgi oldindan aytadi, to'xtamasdan o'tishing taqiqlangan joy bor. Nima deyapti bu yerda? Yo'l berasan, to'xtamasdan o'tishing taqiqlangan joy bor deyapti. Nima uchun? Chunki bu yerda ko'rinish cheklangan bo'lganligi uchun bu yerda to'xtab, ikki tomonga qarab, xavfsiz bo'lsa keyin o'tib ketadi. Har bir bitta stop chizig'ini oldi, nima qilish kerak? To'xtash kerak. Stop chizig'i bo'lmasa-chi, qatnov qismi kesishma hududining oldida to'xtash kerak. Tushunarli? Bu yerda-chi? Hozir qayerga to'xtaydi endi? Stop chizig'i bor. Stop chizig'ini oldi. Mana bu stop chizig'ini bosib o'tib ketsam bo'ladimi? Asfaltdagi? Bo'ladi. Shunchaki u yana bir martasiga chiziq bilan ham aytadi. Bo'ldi, kelding. To'xtashing kerak. To'xtamasdan o'tishing taqiqlanadi, deyapti. Bular ham obyektgacha bo'lgan masofa. Masalan, 100 metr o'ngga, ya'ni 100 metrdan keyin o'ngga burilasiz, 100 metrdan keyin keladi. Chapga burilaman, 300 metrdan keyin bor. Ya'ni bu ham obyektgacha bo'lgan masofani aytadi. Ana shu strelkalar chap tomonidan o'ngga yoki chapga qarasa, u obyektgacha bo'lgan masofa bo'ladi. Agar ikki yonidan tepaga qaraydigan bo'lsa, ta'sir oralig'ini bildirib beradi. Ustida bitta strelkani o'zi ham tepaga qarasa, ta'sir oralig'ini bildiradi. Tushunarli? Mana bu hozir ta'sir oralig'ini bildirib beryaptimi? Shu yerdan 100 metrgacha bolalar nima qiladi? O'tishi mumkin yugurib. Bunisida quvib o'tish mumkin emas. Qachon? Mana shu belgidan, mana shu o'rnatilgan joyidan belgini to 200 metrgacha, mana bu yerda ko'rgan bo'lsangiz, o'zini tugatuvchisi bor. Ya'ni tugatyapti. Bo'ldi, endi quvib o'tish mumkin deyapti. Nima uchun? Bu yerda mana ko'prik tor joy bo'lganligi uchun quvib o'tish mumkin demayapti. Kimda quvib o'tish mumkin emas deyapti. Yuk avtomobillarida faqat 3,5 tonlik yuk avtomobillari, avtobus bo'lsa bu belgi bunga ta'sir qilmaydi. Quvib o'taveradi. Quvib o'tish qoidalariga rioya qilib. To'xtash mumkin emas. Qayerda to'xtash mumkin emas? Shu belgidan
30 metrgacha. 30 metrdan keyin mumkinmi? Mumkin, lekin 30 metrgacha mumkin emas. Xo'p, bu yerdachi tavsiya qilyapti mana. Nima uchun tavsiya qilyapti? Chunki xavfli burilishlar bor. 2,5 kilometrgacha 50 tezlikda yur deb tavsiya qilyapti sizga. Xavfli burilishlar ko'p bo'lganligi uchun shu 50 tezlikda yur deyapti. Bundan misol ko'proq yurgan bo'laveradi tavsiya qilyapti. Ha, bo'ladi, lekin bekorga tavsiya qilmayapti. Ya'ni shu yo'lning tuzilishidan, meteorologik tuzilishidan aholi yashash bo'lishi mumkin yoki yo'llar anaqa xavfli bo'ladigan bo'lsa tavsiya qiladi sizga. Taqiqlamaydi, tavsiya qiladi. Agar qoida buzayotgan bo'lsa, keyin ayb ustida bo'ladi. Keyingisi ta'sir oralig'i. Ya'ni ko'rinyaptimi mana bular? Bunisi shu o'rnatilgan joydan 20 metrgacha ta'sir qiladi. Bunisi o'rnatilgan joydan 100 metrgacha ta'sir qiladi. Bu belgi mana shu pastga qaragan strelkasi bor-ku, shu yerda tugatadi. Avvalo tepaga pastga qaragani bo'lsa, belgidan oldin ham, keyin ham mumkin emas degan. Hali ta'siri tugamadi degan. Bularchi? Bular ham xuddi shunday ta'sir oralig'i. Ko'pincha bular to'xtash, to'xtab turish, oyning juft kunlarida to'xtab turish, oyning tog' kunlarida to'xtab turish taqiqlangan belgilar bilan qo'yiladi. Ko'pincha. Tushunarli? Xo'p, nima bor shu yerda? Belgidan 20 metrgacha bekat bor, deyapti. Qo'shimcha axborot beryapti. Kim hozir to'xtashi mumkin shu yerda? To'xtashi mumkin? Ha. Tramvay, trolleybus. Yo. Bu tarafgami? Ha. Chunki Ha, mana bu qizil mumkin. Nima uchun mumkin? Mana shu pastga qaragan strelkasi mana shu yerda tugadi deyapti. Agar tepaga pastga strelka bo'lsa, belgidan oldin ham, keyin ham mumkin emas degan. Oqqa hozir mumkin emas, lekin qizilda joyiga borganda nima bo'lardi? Mumkin bo'lardi. Demak, bu mana strelkadan pastga qo'shimcha axborot chizib qo'yibdi-ku. Aha. Demak, bu belgidan oldin tepaga qarab strelka chizilgan bo'lganda. Shunday. Oldinga va tepaga. Mana bu bo'ladi mana. Belgidan oldin ham, keyin ham to'xtash mumkin emas. Endi boyagi strelkaga borishim kerakmi? Pastga qaragan strelka bor-ku, shuni o'tishim kerak. Shuni o'tgandan keyin mumkin bo'ladi. Ha, shu yergacha ta'sir qilyapti deyapti. Xohlasa sariq chiziq bilan ham ta'sir hududini belgilab qo'yadi, lekin bu belgi bilan ham qo'ysa baribir shu ma'noni beradi. Hop, to'xtab turish mumkin emas. Qayerda? Mana belgidan o'ng tomonda 10 metrgacha to'xtab turish mumkin emas. Lekin to'xtasam bo'ladimi? Bo'ladi. Ha, mana hozir ana shu to'xtayapti-ku, yuk ortib tushiryaptimi? Yo'lovchi olib tushiryapti, lekin chap tomonda-chi? To'xtab tursa ham bo'ladi, to'xtasa ham bo'ladi. Parkovga qilib ketsa ham bo'ladi. Tushundilaringizmi? Ta'sir yo'nalishlari. Bu to'rtburchak ichidan strelkasi bor, o'ngga, chapga yoki ham o'ngga, ham chapga. Bu belgi ham qaysi belgi bilan qo'yilsa, shu belgi bilan nima qiladi? Qo'shimcha ma'no beradi. Hozir ta'mirlashlar qayerda bo'lyapti? O'ng tarafda bo'lyapti. Siz shuni bilganingizdan keyin nima qilasiz? Bu tomon tirband bo'lishi mumkin deb turib to'g'ri o'tib ketaverasiz. Taqiqlamayapti, shunchaki ta'mirlashlar bo'lyapti o'ng tomonda. Ehtiyot, masalan, endi asfalt yotqizgan bo'lsa, sirpanchiq bo'lishi mumkin. Bunisida xavfli yuk avtomobili qayerga kirish mumkin emas? Chapga harakatlanish mumkin emas. To'g'riga borsa bo'ladimi? Bo'ladi. Xohlasin, qayerga olsin, faqat chapga bora olmaydi. Chunki qo'shimcha axborot bilan nima qilyapti? Qo'shimcha ma'no beryapti. Bundan piyodalar yo'lning yoqasidan yurishi mumkin bo'lgan hudud bor, chap tomonda deyapti. Mana. Keyingisi transport vositalarining turi. Nechta transport vositasi turi bor ekan? 10 ta. Har bittasini vazifasi har xil, bir xil emas. Birinchisi 7-4-1 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillar. Mana bunisi. Yuk avtomobil rasmi bor o'zi. Shunisi. Keyingisi to'lavasini 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillar, traktorlar va shatakka olinayotgan mexanik transport vositalariga. Bu degani shatakka olib turibman bu joyda nima qilmaydi? Bormaydi degani. Traktor bilan prisir bilan bormaydi degani. Keyingisi yengil avtomobillar va 3,5 tonnagacha bo'lgan yuk avtomobillarga tegishli.
Keyingisi yo'nalishli transport vositalariga tegishli. Bunisi traktor va o'zi yurar uskunalarga. Mana bunisi mototsikllar va motokajavalarga tegishli. Bunisi velosipedga tegishli. O'zi rasmidan ham ajratib olsangiz bo'ladi. Rasmi ham o'zi o'xshayapti-ku, to'g'rimi? Mana buni men velosiped demayman, mototsikl deyman. Agar mototsikl haqiqatan ham tanisam. Buni velosiped deyman, mototsikl demayman. Tushunarli? Keyingisi xavfli taniqli belgisi o'rnatilgan transport vositasi, ya'ni xavfli yuk tashiyotgan. Bu yengil bo'lishi ham mumkin, mikroavtobusmi yoki yuk avtomobilimi? Taniqli belgisi bo'lsa bo'ldi, mana bunaqa. Xavflilik taniqli belgilari bo'lsa bo'ldi. O'zi 9 ta guruhga bo'linadi xavfli yuklar. Hozir shu 9 tani ham oxirida tushuntiraman. Eslab qolasizlar. Qayta ko'rasizlar mana buni. Xo'p, keyingisi tashqi manbadan zaryadlanadigan elektromobil va gibrid avtomobillarga. Ham elektromobilga tegishli, ham gibridga tegishli. Gibrid nima edi? Ham benzinda yuradi, ham elektrda yuradi. Shuning uchun gibrid deyiladi. Ham benzinda yuradi, ham nimada yuradi? Elektrda yuradi. Keyingisi yo'nalishsiz yengil taksilarga. Mana bu yo'nalishsiz yengil taksilarga, mana avtobus yo'nalishli transport vositalariga. Farqi bormi ekan? Nima farqi bor ekan? Yo'nalish belgilab berilgan avtobus uchun, taksi uchun Yo'nalishsiz u. Keyin mana taksiniki 5 ta bo'ladi. Oqi ham, qorasi ham 5 ta bo'ladi. Shaxmat anaqasiga o'xshagan doskasiniki. Uning yo'nalishida 9 taligi bo'ladi. Xo'p, hozir yengil avtomobil barcha yo'nalishlarga borsa bo'ladimi? Yengil avtomobil hozir to'g'riga borsa bo'ladi, chapga borsa bo'ladi, qarri borsa bo'ladi. Yuk avtomobil faqat o'ngga. Nima uchun faqat o'ngga? Chunki buyuruvchi belgi bor, faqat o'ngga borasan. Boshqa joyga bora olmaydi. Faqat yuk bora oladi. 3,5 tonnadan ortiq yuk avtomobili. Buning o'rnida masalan mototsikl kelayotgan bo'lsa, u to'g'riga ham boradi, o'ngga ham boradi. Avtobus bo'lsa ham, traktor bo'lsa-chi? Traktor bo'lsa ham qayerga boradi? Traktor bo'lsa ham to'g'riga ham o'ngga. Traktorga aloqasi yo'q buni. O'zi yurarga aloqasi yo'qmi? Yo'q. Traktorda o'ziniki bor mana. Ha, uni axborot belgisi alohida mumkin. Ha, uniki alohida. Xo'p, bunda mana tirkamalilar, shatakka olganlar ham qayerga buyuryapti? To'g'riga. O'ngga ham mumkin emas bunga. Mana bunisi yengil avtomobilga, chapga ham mumkin emas, qarri bo'lishi mumkin. Ko'ryapsizlar, yengil prinsipi bilan ham bora olmayapti. Tirkamallar taxlaydi. Sababi yo'llar agar tor bo'ladigan bo'lsa, mana shu belgini qo'yib qo'yadi. Tushunarli? Xo'sh. Bu ana bu taxlovchi bor-ku, 3,5 tonna ortiq bo'lgan avtomobillar tirkamasidan harakatlanish taxlanadi. Unda yengil o'zi tirkamasini kirsa bo'ladi. Bo'ladi, lekin bunda bo'lmaydi. Bu axborot bersa kirish mumkin emas. Yo'q. Kirish mumkin emas, buyuryapti u faqat. Ha, Buyuruvchi bo'lganligi uchun to'g'riga buyuryapti. Bu buyuruvchi bilan qo'shimcha ma'no beryapti. Hani tirkamalilar va shatakka olinganlar faqat to'g'riga deyapti, taxlamayapti, faqat to'g'riga deyapti. Endi taxlaydigani o'ngga chapga taxlayapti. Buyurgandan keyin faqat to'g'riga ketish kerak. Xo'p, endi savol sizlarga. Agar mana shu belgi chorrahadan tashqarida qo'yilsa-yu, mana shu tirkamali belgisi bo'lsa, tirkamali avtomobil o'ngga borsa bo'ladimi? Yondosh hududgami? Ha, Borsa bo'ladi. bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'lmaydimi? Bo'ladi. Ha, shunaqa savol yo'q-a? Agar avtomobilda shahar ajratuvchi mintaqa bo'lsa, chapga borsa bo'ladi yengil. Ha, ajratuvchi mintaqa bo'lganda belgini ta'siri yo'qoladi. Xo'p, bu yerda kim 100 da yurish kerak, kim 90 da yurish kerak? Ha, yengil avtomobil eng yuqori tezligi 100, faqat yengil emas, 3,5 tonnagacha bo'lgan yuk avtomobili ham o'zi tezliklarda aytilgan-ku. Yengil avtomobillar 3,5 tonnagacha yuk avtomobillar aholi punktidan tashqarida 100. Endi bularda yuk avtomobiliga ham nima qilyapti hozir? Alohida qo'yapti, eng yuqori 90 deyapti. Bundan ortiq yura olmaydi. Misol uchun mototsikl kelsa necha yuradi? 80. Xo'p, traktor qayerlarga bora oladi? Traktor to'g'riga va o'ngga. O'ng tasmadagisi o'ngga bora oladi, to'g'riga. Chap tasmadagichi faqat to'g'riga bora oladi. Boshqa joyga bora olmaydi, chunki bu chap tasmada. Buni o'rnida agar ko'k traktorning o'rnida
Yengil avtomobil bo'lsa edi, u to'g'riga ham bora olasdi, chapga ham bora olasdi, qayrilib ham ola olardi. Bu yerdachi mototsikllarga buyuryapti. Qayerga buyuryapti? Mototsiklga, sariq mana futbolkasiga to'g'riga, bunisiga to'g'riga, chapga va qayrilib olishga. Chapga ruxsat bergan joydan qayrilib olsa ham nima qiladi? Bo'ladi. Esdan chiqarmaysizlar shuni ham. Xo'p, bu yerda kimlar parkovka qilish kerak ekan? Faqat velosipedlar, qolganlar emas. Mana o'zi velosipedlarni ushlab turadigan qurilmasi ham bor shu yerda. Xo'p, xavfli yuk tashiyotgan transport vositalari bilan oraliq masofa saqlashim kerakmi? Ha, faqat xavfli yuk tashiyotgani bilan masofa saqlayman. Xavfli yuk tashimasa masofa saqlamayman, kerak emas. Nima uchun masofa saqlayapti? Mabodo portlab ketib qolsa ham, masofang bo'lsa, sal omon qolishing mumkin degan maqsad. Omon qolsang ko'p. Mana yo'q. Na, hozir uni ko'rsataman. Taniqli belgilar yopishtiramiz mana buni. To'rtib. Buniki hozir mana ichida hech qanday yozuv yo'q, bo'sh turibdi-ku. Unga keyin raqamini yozadi. 1 yozishi mumkin, 3 yozishi mumkin, 9 gacha yozadi. Ya'ni xavfli yuk nechinchi toifaga tegishli? 1, 2, 3, 4, 5. Hozir uni xavfli yuklarga kelganda aytaman har bittasini. Nima o'zi? Men shu ikkitasini ko'rdim. Shanba, yakshanba bayram kunlari. Bu Bu endi bayram kunlari esingizda qoladi-a? Pulli joy, shanba, yakshanba esingizda qoladi. Xo'p, bu qor parchasi bor, qizil. Shanba, yakshanba bayram kunlarida ishlaydi. Endi bayram kuni dushanba kuni ham bo'lishi mumkin. Bayram kuni juma kuni ham bo'lishi mumkin. U kim belgilaydi uni? Davlat bilsalaringiz anaqa qaror chiqarishda bayram kunlarini belgilab beradi, 1 yillik. Masalan, 12 tamidi bayram kuni bizlarda 11 tamidi ana shu kunlar. Misol uchun 1-sentyabr, yana nima? bayroq qabul qilingan. 8-dekabr, 1-oktyabr, 9-may, xullas shu. U haligilar kun emas. Bir bola bayrami, quruvchilar bayrami, er-xotin bayrami, ular emas bu. Faqat davlat huquqiy tomonidan belgilangan bayram kunlariga tegishli. Shuni esdan chiqarmaysizlar. Siyosiy bayram. Ha, shu yerda mana aytilib ketilyapti alohida. Qanday u? Bayram kunlari mana. Shuningdek, shanba, yakshanba va qonunchilikda belgilangan bayram kunlarida harakatlanishni ma'lum tartib-qoidalar kiritadi. Harakat cheklash yoki taqiqlash maqsadida buyuruvchi, taqiqlovchi axborot ishoralari bilan birga qo'llanishi mumkin. Demak, mana shu yerdan hozir men nimani tushunishim mumkin? Yengil avtomobillar uchun deyapti. Shanba, yakshanba bayram kunlari. Endi yengil avtomobillar, avtobuslar, mototsikllar, yengil avtomobillar, 3,5 tonnaga o'xshagan yuk avtomobillari ham shanba, yakshanba bayram kuni yuraversa bo'laveradi deyapti. Endi traktor yo 3,5 tondan ortiq yuk avtomobili shanba, yakshanba bayram kuni bu joydan yurmaydi. Nima uchun desa, shu yerdagilar shanba, yakshanba dam olyapti. Dam olish kerakmi? Dam olish kerak. Shuning uchun bularni qolganlarni taqiqladi. Tushundilaringiz ham maqsadi nima ekanligini? Mana qaydadir men ko'rib qoldim, shu belgini bittasi videoga olib turib, men nima qilay hozir endi shu joyga kiraymi yoki yo'qmi deyapti. Bugun kun nima dedingiz? Bu degani siz haydovchi bo'lib turib, hafta kunini ham bilishingiz kerak degan. Tushunarli? Hafta kunini, shanba, yakshanba yoki bayram kunini ham bilishingiz kerak qoladi. Qo'yiladi. Asosan shu aholi yashaydigan joylarda qo'yish mumkin. Bu qo'yilmaydi deb o'rganib qo'ymasangiz, ertaga agar qo'yib qolsa, tamom. Qizil qor yog'ganda o'tsak bo'lardi. Qizil qor yog'gan. Keyingisi ish kunlari. Endi bu mana Malatokda rasm bormi? X ga o'xshab turibdi. Dushanbadan juma kunigacha. Ya'ni dushanbadan juma kunigacha taqiqlash mumkin, buyurish mumkin yoki axborot shor bilan qo'yilishi mumkin. Misol uchun ana bu yerda kim yuradi bu yerda? Belgilangan narsa. Qachon yuradi? O'sha kunlarga ko'ra. Qaysi kunlar ekan ish kunlar? Juma. Dushanbadan juma kuni. Bayram kuni, dam olish kuni u yerda yurmaydi. Bizlar yuramiz. Bayram kunlari, dam olish kunlari. Farqi yo'q u bayram kuni qachon bo'lishini. Qaysi kunni? Doimiy axborot shora belgisi bo'lib qoladimi? Ha, doim ish kunlarida ishlaydi. Dam olish shanba, yakshanbaga aloqasi yo'q buni. Tushunarli? Yakshanba avtobuslar yuradi, o'sha ular qanday yuradi?
Yurmaydi degan. Bu yerda u yurmaydi deyapman. Dam oladi u endi. Shu joyga kirishi mumkin emas. Yo'q. U yurishi mumkindir, lekin bizlar ham keyin yursak bo'ladi. Bayram kunlari, shanba, yakshanba kuni. Lekin ish kunlari yurmaymiz bizlar. Alohida qo'shimcha axborot beradi. Bunaqa murakkablashtirsa, o'zi ja murakkab ham emas. Qoidani biladigan haydovchi bemalol buni qarab turib o'tib ketaversa bo'ladi, lekin bilmaydiganlar uchun buni qo'ysa hozir tamom. Bosh og'risi ko'payadi, u bilmaydi. Malatok nima bo'ldi bu yerda, ustaxona bormikan deb o'ylaydi. Tushunarli bo'ldimi? Maqsadini tushundilaringizmi, nima ekanligini? Endi ish kuni bu dam olgandan keyin qolganlar dam olishga masalan chiqib ketishga ikkita polasa kerak. Shahardan chiqib ketishingizga. Bo'ldi, shundan chiqib ketaverasiz. Ha. Bunisi hafta kunlari. Ya'ni bu ham buyuruvchi, taqiqlovchi belgi bilan qo'yiladi. Aynan shu haftada ishlaydi. Masalan, yo'lda o'ng tomonida men seshanba, payshanba kuni to'xtamasam, yo'lni chap tomonida to'xtashim mumkin. Endi juma, shanba kuni yo'lni chap tomonida to'xtashim mumkin emas, lekin o'ng tomonda mumkin. Bu belgi hammani bir tomonga ushlab turyapti, to'xtashda. Ana yo'l tor bo'lgani uchun bir tomonga hammani to'xtatib turyapti. Keyingi hafta kunisida boshqa tomonga oladi, o'ng tomonga oladi. Ana bir xil hamma tomonga bir xil teryapti hamma. Tushunarli? Xo'p, endi o'zi aslida nima edi? Bir tomonlama tashkil qilingan yo'lning aholi punktini ichida yengil avtomobillar chap tomonda to'xtab turishi mumkinmidi? Mumkin edi, lekin hozir bu yerda endi unday bo'lmaydi. Chunki qo'shimcha axborot belgisi bilan taqiqlovchi belgi bor. O'zgaryaptimi? Ha, o'zgaryapti. Amal qilish vaqti. Endi mana bu belgi shanbami, yakshanbami yo dam olishmi farqi yo'q. Bu chorshanba kuniga tegishli. Chorshanba kuni 8:30 dan 9:30 gacha misol uchun to'xtashingiz mumkin emas yoki to'xtab turishingiz mumkin bo'lmasligi mumkin. Agar bu yerda hafta kuni yoki shanba, yakshanba, 3 kunlari hech narsa bo'lmasa, faqat vaqtni o'zi yozilsa, bu har kunga tegishli. Bu degani 364 kun bo'ladi, necha kun edi? 365 kun bo'lsa, shu har kuniga tegishli. Qaysi belgi bilan qo'yilishi kerak? Ha. Bu Shunaqa yozilgan. ha, unda maktab soatini yozib qo'ying. Maktablarda maktab kunlari soat oralig'ini yozib qo'ying. Masalan, ertalab 7 dan kechqurun 17:30 gacha deb yozib qo'ying. Bor bu yerda. Bunisi endi shanba, yakshanba bayram kuniga tegishli. Shanba, yakshanba bayram kuni shu yerda soatini ham yozyapti. Bunisi ish kunlariga tegishli. Soati bor bunda. Xo'p. Qachon parkovka qilishim kerak men? Har kun parkovka qilsam bo'ladi, lekin ertalab soat 7 dan 19:00 gacha parkovka qilaman, keyin chiqib ketishim kerak. Bunisida piyodalar yo'lning yoqasidan yurish mumkin. Qachon? Shanba, yakshanba va bayram kunlari. Keyingisida yuk avtomobillariga taqiqlanyapti, 3,5 tonnadan ortiq yuk avtomobillariga. Qachon taqiqlanyapti? Shanba, yakshanba. Yo'q, ish kunlari. Ish kunlari soat oralig'ini ham yozyapti. Soat 7:00 dan 20:00 gacha. Bu degani o 20:10 dan keyin shu yerda o'tib ketsa bo'ladi degani. Yoki soat 9 dan keyin nima qilsa bo'ladi? O'tib ketsa bo'ladi degani. Farqi bormikan? Ish kunlari. Ish kunini ko'p aytdim-ku, Malatokchan. Ish kunlari bunaqa X bo'lib tursa, u ish kunlariga tegishli degan. Ani ishlayapti degan. Xo'p. To'xtab turish mumkin emas. Qachon? Mana sreda deyapti. Faqat shu kuni. Chorshanba kuni shu yerda soat 8 dan to kechki 17:00 gacha to'xtab turish taqiqlanyapti. Lekin to'xtashingiz mumkin. Deylik, faqat chorshanba kuni mana shu yerda mana musor yig'adigan joy bor, ha? Chiqindi yig'adigan joy. Shularni olib ketishi mumkin. Tushundingizmi? Agar shu yerda qo'yib ketsangiz, parkovka qilib, ular olib keta olmay qoladi. Belgini ta'siri nima bo'lyapti? Mana bu yerda barcha cheklovlar oxirida tugatdi. Mana keyin stadionning oldiga hammasi parkovka qilyapti. Kerakmikan? Shunaqa qilib turib sizga tushunsangiz yaxshi. Agar tushunmasangiz, endi unisini bilmam. Boshqa variant topish kerak. Xo'p, transport vositalarini to'xtab turish joyiga qo'yish usuli. Mana shu 7.6.1 da barcha transport vositalari ko'rsatilgan usulda qo'ysa bo'ladi.
Ko'rsatilgan usulda qo'ysa bo'ladi, lekin qolganlarida 762 dan to 769 gacha faqat yengil avtomobillar va mototsikllarga qo'yishi mumkin. Kajavalimi va mototsikl, ikki g'ildiraklimi umuman farqi yo'q. Hozir shular qanaqa endi to'xtayapti? Bardor o'rniga qanaqa to'xtayapti? Oldinma ketanyapti. Parallel to'xtayapti. To'g'rimi? Xo'p, endi bunisi-chi? Bunda ham shu bardor yonida parallel, lekin ko'p qoida buzyapti. Nima uchun? Ko'rsatilgan usulda qo'ymayapti. Ya'ni trotuar yoniga ko'rsatilgan usulda qo'ymayapti. Sariq ham burchak ostida to'xtab olyapti. Unga ham mumkin emas. Faqat ko'rsatilgan usulda mumkin. Barcha transport vositalariga mumkin. Bu degani avtobus ham shu yerga shunday usulda qo'ysa bo'ladi, traktor ham qo'ysa bo'ladi, yuk avtomobili ham qo'ysa ham bo'ladi. Mana bunda yengil bilan mototsikl. Bu usulda ya'ni bardorga yarmini chiqarib qo'yapti. Kimlarga mumkin? Faqat yengil avtomobil va mototsikllarga. 3,5 tonnagacha bo'lgan yuk avtomobiliga mumkinmi? 3,5 tonnagacha bo'lgan Ha. mumkin. Yuk avtomobiliga mumkinmi? Yo'q. Faqat yengil Faqat yengil hamda mana bu mototsiklga mumkin. Ha, 3,5 tonnagacha bo'lgan yuk avtomobiliga mumkin emas. Esdan chiqarmaysizlar. Buni eslab qolishda oson bitta yo'li, mana moshincha bor-ku, trotuardan baloni chiqmagan bo'lsa, barcha transportlarni qo'yish mumkin. Agar faqat yengil bilan mototsikl. Tushunarli? Xo'p, bunisida qanday usulda qo'yish kerak? Qanaqa ko'rsatilgan usul bo'lsa, faqat shu usulda qo'yish kerak. Ya'ni boshqacha usulda qo'yish kerak emas. Kimlar qo'ysa bo'lar ekan? Yengil avtomobillar va mototsikllar. Qolganlarga mumkin emas boshqacha usulda qo'yish. Baloni trotuardan chiqib rasmda. Mashinangizga olsang. Pastga turib trotuarga chiqmasa barchasi qo'yish mumkin. Mana to'la chiqarib qo'yibdi. Bu ham faqat demak yengil. 3,5 tonnagacha bo'lganlar ham chiqishi mumkin emas, ammo Yo'q, faqat yengil mototsikl. Tushunarli? bardor ham chiqishi mumkin emas. Yo'q. Faqat yengilga mumkin, mototsiklga mumkin. O'sha qo'yish mumkin emas. 3,5 Umuman qo'yish mumkin emas. Chunki bu yerda o'zi to'xtab turish joyi bor, deyapti. Faqat mana shu usulda mumkin, deyapti. Qolgan usullarda mumkin emas. U boshqa joyda izlab topish kerak. Bu yerga unga mumkin emas bu yerda. Agar mana bunaqa bo'lsa edi, 761 bo'lsa edi, unda mumkin edi. Barcha transport vositalari uchun bu. Hammasi qo'ysa bo'ladi. Tushunarli? Ha, men aytyapman-ki, mana shu hisob qo'yinglar. 761 da barcha transport vositalari qo'ysa bo'ladi. Qolganlarida faqat yengil bilan mototsiklga mumkin. Esdan chiqarmasdan. Tushunarli? Qo'shimcha axborot belgilari ham qiyin. Ya'ni kayfiyatlaringiz shunga qarab to'g'raysizlar. Tushunarli? Xo'p, qayta o'rgansalaringiz bo'ladi. O'rgansalaringiz agar xohlasalaringiz. O'rganishdi. Biz o'rgatyapmiz. Ha, bizlar yetkazyapmiz, sizlar qabul qilishlaringiz kerak. Hech qanaqagacha eslab qolish. Xo'p, bunda ham bardorga endi bu tomoniga chiqib olish kerak. Ko'rsatilgan usulda. Kimga? Yengil va mototsiklga. Boshqacha usulda qo'ya olmaysiz endi, oq qarg'aga o'xshab. Qanaqa usulda ko'rsatgan bo'lsa, shu usulda qo'yish kerak. Boshqacha usulda qo'yish mumkin emas. Ya'ni siz o'zingiz mana qilib qo'yaman demaysiz. Qanday usulda ko'rsatsa, shunaqa usulda qo'yish kerak. Mana bunda ham. Bunda ham nima uchun? Agar mikroavtobus to'xtasa ham bo'ladi deyishingiz mumkin. Ko'ryapsiz, chiqib ketib qolyapti yo'l ichiga. Ko'rsatilgan usulda qo'yish kerak mana. Yengil avtomobil. Shuning uchun sizlarda mana buni sinab ko'rish uchun yo'llanma parkovka bormi? Orqa parkovka bor, a? Ana shularni sizda sinab ko'rishingiz uchun mana bunaqa joylarni qilib qo'yapti. Aniqda, amaliy imtihonda. Mashinani teskari qo'yish mumkin. Chiqib ketish va bu yerda usul bor. Shu usulda qo'yish kerak. Ko'rsatilgan usul shu yerdagi yo'lni anosiga qarab turib ko'rsatib beradi. Qanaqa usul bo'lsa, shunaqa usulda qo'yish kerak. Amal qiladi. U amal qilish uchun qo'yilgan o'zi bu. Amal qilmasangiz, to'xtash va to'xtab turish qoidasini buzdi, 3 barobar jarima to'laysiz, keyin amal qiladigan bo'lasiz. Ha, keyin shunchalar ehtiyot bo'lib qolasiz. Qolganlarga ham aytasiz, bunday qilib qo'ying deb. Bunisida ham qanaqa qilib qo'yish kerak? Endi bu tomonga boryapti oldin. Ha, shunaqa parkovka qilish kerak. Mana bu traktor buzdi,
Ha, yengil avtomobil ham buzdi. Ha, 3,5 tonna yuk avtomobil ham buzdi. Ha, mumkin emas. Bu usulda shuning uchun aytdim-ku, faqat 7-6-1da barchasiga mumkin. Qolganida mumkin emas. Raket yiniga ham sig'maydi. Faqat mototsiklda o'tmaydi. Mototsikl to'g'ri qo'ydi. Ha, chunki ko'rsatilgan usul bor. Bu joy hozir qanaqa? Yo'lning alohida kengaytirilib ochilgan joyi. Burchak ostida. Bunisida mana qisman oldi bilan chiqarib olyapti bardayorga. Bunda ham baribir mototsikl va yengil avtomobillarga, qolganlariga mumkin emas, taqiqlanadi. Bu kengaytirilmagan. Sababi mana bu og'ir bo'ladigan bo'lsa avtobus, mikroavtobus yoki yuk avtomobillar mana bu piyodalar yo'lkasida burchatkachalar bor-ku, shularni qo'parib tashlaydi, sindirib tashlaydi. Ularni chiqarmaydi. Bunisi ham yengil mototsikl 2 g'ildirakli bo'lsa ham farqi yo'q, 3 g'ildirakli bo'lsa ham farqi yo'q. Faqat ko'rsatilgan usulda qo'yish kerak. Endi mana bardayorga bu tomoni bor. Orqa bilan chiqib turadigani ham bor. Mana bunisi qana, bardayorga to'liq chiqib olyaptimi? Hani trotuarga o'tgan emas, to'g'rimi? Hani alohida kengaytirilib qo'yilgan shu joyga yengil avtomobil, mototsikllar, birinchisiga kimlar uchun? Nogironligi taniqli belgisi o'rnatilgan nogiron haydovchi uchun. Bu ham bardayorga to'liq oldi bilan chiqib olyapti. Shu usulda qo'yish kerak. Dvigatelni ishlatmasdan to'xtab turish joyi. Bu degani zavat bo'lib turibdi, shunaqa vaqtsiz nima qilmaysiz? To'xtab turmaysiz. Mumkin emas. Sababi ekologik muhitni toza saqlash maqsadida oddiy misol uchun mana darvozaxonada ham yoki garajlarda ham avtomobillaringiz qizib turadiganlaringiz qishki vaqtda qancha sasib ketib qoladi. Tasavvur qiling, bitta shaharda minglagan avtomobillar bor. Hammasi zavod bo'lib yursa qanaqa zarar bo'ladi? Faqat avtomobil haydash kerak emas, yashash ham kerak-ku. Tushunarli? Keyingisi pullik xizmat ko'rsatish joyi. Bu belgi 5-15, ya'ni to'xtab turish joyi belgisi bilan qo'yiladi. To'xtab turish joyi pulli ekanligini ko'rsatadi. Hani 10 minutda masalan boshqacha narxda, 25 minutda siz boshqacha narx to'laysiz, 50 minutda boshqacha narx to'laysiz. Hani vaqtiga qarab puli ko'payib ketaveradi degan. Ertaroq chiqib ketishing ham kerak degan. Ko'pincha kinoteatrlar, sport o'yingohlari, keyin bozorlar, ana shunaqa joylarda qo'ya avtomobillar ko'p keladi-ku. Shu ertaroq chiqib ketish kerak degan. Aeroportga. U yerda hammasini aloqasi bir xil, faqat mana bu makon maldagi shunaqa. Hani vaqti oshib ketaversa, puli ham ko'payib ketaveradi. Hani vaqtini qo'yib qo'ying. O mana bu poytaxt parking ham shunaqa, soat 12 ming. Yana bir soat bo'ladigan bo'lsa, u endi 24 ming bo'ladi. Ha, agar shu yerda ishlasangiz, xudo berdi. O 8 soat to'xtasangiz, hisoblayvering 12 mingni. To'xtab turish muddati cheklangan. Bu degani 30 minutgacha degani. Shu 30 minutgacha siz ishingizni bitirib chiqib ketishingiz kerak degani. Majburmi? Ha, majbur. Bunday. Deylik mana avtostansiya bor. Siz kimnidir kuzatgani keldingiz, 30 minut yig'ilib o'tirmasangiz kerak ketgancha. Kuzatasiz, bo'ldi, qaytib ketaverasiz. 30 minutgacha. Qolganlar ham kelish kerak. Xo'p qarang, keyin o'ng tomonida nima deyapti? Avtobuslarda kirish mumkin emas joy, ha? Lekin yo'nalish transportlar kirsa bo'ladimi? Bular yo'nalish bo'yicha qatnaydigani uchun. Faqat o'ng tomonida kutish zonasi bor, joyi bor. Bu tomonda esa chap tomonida parkovka qiladigan joyi bor. To mana bu necha minutgachadir interval vaqti bo'yicha shu yerda odamni oladi, u chiqib ketadi. O'rniki mana bunisi boradi. 5-10. O'zimizda ham bekatlarda shunaqa-ku, shoh bekatlarda. Ana bir-biri bilan navbatida kutib turadi. Oladi, u chiqib ketaveradi. Interval vaqti borda har birini. Shu interval oraliqqa qaraydi. Hali u tizimlar ham ishga tushib ketadi. O'zi aslida rivojlangan davlatlarda ko'rsalaringiz, ostanovkalarda soat nechida kelish yozilgan bo'ladi-ku. U aynan shu vaqtda keladi, paytda keyin ketadi. Toshkentda ham bor ilovasi. Bu yerda ilova bor, lekin ishlamaydi. Asta-asta tushadi. Sabr qilsangiz. Avtomobillarni ko'rikdan o'tkazish joyi. Bu to'xtab turish joyi bilan, ya'ni keyin dam olish belgisi bilan birga qo'yiladi. Agar siz uzoq yo'lda ketyapsiz, deylik, jiddiy nosozlik bo'lsa,
ustaxonaga endi nima bilan olib borishingiz kerak? Evakuator bilan olib borasiz. Agar kichik nosozlik bo'lib qolsa, deylik baloni nimadir bo'lib qoldi. Eshilib qoldi, almashtirishingiz mumkin. Yoki tiqir qilgan ovoz chiqib kelyapti. Qayerda bo'lyapti ekan deb bitta ko'zdan kechirasiz. Biron narsa tushib qolganmi buni? Yo yo'qmi umuman? U bir gap bo'lar deb ketaversangiz, tormoz ishlamay qolishi mumkin yoki yog' oqayotgan bo'lishi mumkin tormozdan. Ana shu narsalarni tekshirish kerak. Kichik nosozliklarni bartaraf qilishga urganish kerak haydovchi. O'zi. Ha, bu haydovchi degani faqat shu nazariy amaliy imtihondan o'tish kerak degani emas. Uni to'g'ri tushunish kerak. Erta asosda boshlaringizni kechirganlaringizda shuni o'ylaysizlar, ha, to'g'ri aytgan ekan deb turib. Bir marta ko'chada gaz tugab qolib ketsangiz, benzin tugab qolib ketsangiz, yo akkumulyator o'lib qoladimi? Balon teshilib qoladimi? Keyin o'ylaysiz, ha, haqiqat bo'lyapti. Endi bo'lyapti deysiz. Endi kech ishqab kech bo'lmasin. Shu masalan svetoforni o'chib qoldi mashinasi. Ha, avariya chirog'ini yoqish kerak. Shu yerda bo'shatishdanmi chorasini ko'rish kerak. Yordam so'rasangiz ham bo'ladi. Chorada qolib ketmash kerak faqat. Tirpandek bo'lib ketadi. Shu yordam so'rab turib, aylanib chekkaga olib qo'yasiz. Endi bir o'zingizni kuchingiz yetmaydi, u aniq. Ko'pchilik hozir yordam beradi. Ancha haydovchilik madaniyati ham hozir ancha yaxshi ishlayapti. Ya, yordam beradi. Bu qanaqa belgi? Dam olish joyi. Ya'ni dam olish joyida endi dam ham olsangiz bo'ladi, bitta ko'zdan kechirib olasiz. Deylik siz uzoq yo'lga safarga chiqqansiz, Toshkent, Samarqand bormoqchisiz yoki Qashqadaryo, Surxondaryo, qayergadir bormoqchisiz. Uzoq safarga chiqdingiz. O'zi aslida uzoq safarga chiqishdan oldin bitta texnik ko'rikdan o'tkazib olish kerak. Bitta ustaga borishingiz kerak, masalan, hadoylarni, elektr apparatlarini bitta ko'rib olib, tekshirib olib, sizga aytsa, ha, bo'ldi, mana bu narsa almashtirib ol. Bo'lmasa siz uzoq yo'lga chiqqaningizdan keyin buzilib qolsa, keyin shuncha joydan evakuator bilan olib kelishingiz kerak bo'ladi. Shuning texnik ko'rikdan bitta o'tkazib olish kerak, uzoq yo'lga chiqadiganda. Masalan, o'zingiz ham uzoq safarga chiqyapsiz, issiq kiyimlar olib olasizmi? Qo'shimcha ovqatlar olib olasiz. Bu ham xuddi shunday. Uzoq safarga chiqadiganingizda qo'shimcha zapas balonni olib olishingiz kerak. Bitta texnik ko'rikdan o'tkazib olishingiz kerak, yengil. Bu haydovchini o'zi texnik ko'rikdan o'tkazayotgan hudud. Ha, tekshirib oladigan, ha, o'zi tekshirib oladigan. Misol uchun, ha? Usta bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Lekin hozir anaqa ko'payib qoldi-ku, nima edi? Vizib 24 mi, nima? Hani buzilib qolsa telefon olib chaqiradigan bor-ku. Ana shu ham endi rivojlanyapti, u ham kerak. Nima uchun kerak? Yo'lda masalan buzilib qolsangiz, tasavvur qiling, Jizzaxga ketayotgan yo'lda buzilib qoldingiz. Uydagilaringiz sizni Jizzaxga borib turib balonlaringizni almashtirib bermaydi-ku. To'g'rimi? Keyin nimasi buzilib qolganini haydovchining o'zi ham bilsa kiydirib ketmaydi. Ha. Masalan, oddiy bitta ichidagi anaqa priborchalari bor, tiqib qo'yadigan. Shuni bittasi kuyib qolsa ham, masalan, gaz bermay qolish mumkin. Yoki chiroq yonmay qolish, yoki zavat bo'lmay qolish mumkin. Buni ham o'rganib olsangiz bo'ladi. O'zi orqasida korobkasi necha bo'lsa, yozib qo'yibdi. Mana bu bunga tok jo'natadi, bu bunga. Ha, unisini o'zingiz asosida o'rganasizlar. Ko'p boshlaysiz, xotirib yotmay. Keyingisi, ruxsat etilgan to'la vazn cheklangan. Ya'ni vazn nima bo'lyapti? Cheklanyapti. Ha, bu avtomobil necha tonna? 24 tonna. Endi havo harorati 28 plus bo'lganda bu bora olmaydi to'g'riga. Mumkin emas. Nima uchun? Sababi asfalt qoplamasi yuqa bo'ladigan bo'lsa, issiq bo'lib ketgandan keyin asfalt yumshoq qoladi. Qiyshaytirib taylaydi. Ha, shu taraf qiladi. Keyin bitta narsa, bizlarda deymiz-ku, boshqa davlatlarda ham shunaqa. Chetga chiqib ko'rsangiz, agar mabodo bitta boshqa qo'shni davlatga o'tib qo'ying, ular ham shunaqa. Siz chunki faqat o'zimizni ko'ryapsizlar-da, boshqasini ko'rganlaringiz yo'q. Bizlardan battarlari ham bor. Yaxshi ham bizlarda ko'p narsalar, yaxshi. Xo'p, keyingisi xavfli yo'l yoqasi. Bu belgi ta'mirlash ishlari, ya'ni ogohlantiruvchi belgi bor edi va lapatka bilan ishlaydigan odamga o'xshaydi. Mana bu. Shu belgi bilan qo'yiladi. Nima ma'no beryapti hozir? Ta'mirlashlar munosabati bilan yo'lni chetiga chiqish xavfli degani. Yo'lni chetiga chiqma, xavfli degani. Bunisi asosiy yo'l yo'nalishi nima bo'lyapti? O'zgaryapti. Qaysi belgilar bilan qo'yiladi?
yo'l bering belgisi bilan qo'yiladi, asosiy yo'l belgisi bilan qo'yiladi, to'xtamasdan o'tish taqiqlanadi belgisi bilan birga qo'yiladi yoki aylanma tashkil qilingan chorraha bilan ham aylanma tashkil qilingan yo'l belgisi bilan ham qo'yiladi. Xo'p, hozir asosiy yo'nalish qayerga o'zgargan? O'ngga. Kim birinchi o'tish kerak shu yerda hozir? Yo'q, qizil emas. Asosiy yo'l yo'nalishi o'zgardi. Mototsikl ham asosiy yo'lda, qizil ham asosiy yo'lda, lekin asosiy yo'l mana bu yo'nalishni beryapti. Mana shu yo'nalish, qalin qora chizilgani bor-ku. Shunisi asosiy yo'l yo'nalishi. Lekin asosiy yo'lda ketmayapti. Asosiy yo'nalishda ketmasa, asosiy yo'ldagilar, bu degani mototsikl bilan qizil avtomobil yo'llari kesishganda o'zaro o'ng qo'l qoidasiga amal qiladi. Hani mototsikl birinchi o'tib ketadi, qizil ikkinchi o'tadi. Bo'ldi, asosiy yo'ldagilarni o'tkazib bo'ldik. Endi ikkinchi darajali yo'ldagilar ham yo'llar kesishgan uchun o'ng qo'l qoidasini ishlatamiz. Oq o'tib ketadi, keyin sariq o'tadi. Agar qizil o'tgan bo'lmasa, yana birinchi o'tadi. Mototsikl bilan bir vaqt o'tib ketardi. Yo'li kesishmardi. Sariq ham agar o'ngga burilsa edi, oq to'g'ri ketsa, bular o'tib ketgandan keyin mototsikl bilan qizil, ular ham bir vaqt o'tib ketardi. Yo'li kesish kerak, yo'l berishi uchun. Yo'li kesishmasa, asosiy yo'ldagilar o'tib ketaveradi, chunki asosiy yo'l yo'nalishi bu yerda alohida o'zgardi. Men tushunmanda, men o'sha o'ng qo'l qoidasiga tushunmayapman, nimaga tushunmayapman, chorrahasiga. Masalan, nima asos bo'lyapti? Qizil avtomobil emas, mototsikl. Bu yerda nima asos bo'lyapti? Bu yerda yo'l bering belgisi asos bo'lyapti. Ya'ni asosiy yo'l belgisi bor, to'g'rimi? Bor. Bu yerda ham asosiy yo'l belgisi bor. O'zi bu chorraha tartibga solinmagan, teng ahamiyatga ega bo'lmagan chorraha. Bu degani mototsikl va qizil, sariq bilan oqqa nisbatan imtiyozi bor degani. Imtiyoz belgisi mototsikl bilan qizillar birinchi o'tib ketsa bo'ladi degan. Yo'li kesishgani uchun mototsikl bilan qizildi. O'ng qo'l qoidasini ishlatyapti. Nima uchun ishlatyapti? Chunki o'zi asosiy yo'l yo'nalish berdi bunga. Mana qizilga aytadi. Mana bemalol boryapsan, ketaver tomonga. Birinchi o'tib ketsang bo'ladi. Lekin u tomonga ketmayapti. Mototsikl ham asosiy yo'lda kelmayapti, mana tomonga kelmayapti. Shunda kelmaganda o'zaro asosiy yo'ldagilarga o'ng qo'l qoidasini ishlatamiz. Mototsikl o'tib ketadi, keyin qizil o'tadi. Ikkinchi darajalarga ham xuddi shunaqa. Qizil yo'lga burilishi uchun svetini yoqish kerak edimi shunda? Ha, ogohlantiruvchi chirog'ini yoqadi-ku, mana yoqiladi. Ha, shuning uchun. Bu masalan hozir bu to'g'riga ketsa, bu ham to'g'riga ketsa, urilib ketib qoladi-ku kasr. Avariya bo'ladi-ku. Qanday qoida bo'ladi? Nima bilandir o'tish kerakmi shular hozir? Shu qoidani ishlatish kerak. Asosiy yo'ldagilar yo'li kesgan uchun o'ng qo'l qoidasini ishlatadi. Ammo bitta to'xtab keyin o'tib ketish. Yo'q. Hamma to'xtatmas. Bu uchalasi to'xtab turadi. Mototsikl birinchi o'tib ketadi. Keyin qizil o'tadi. Keyin sariq o'tadi, oq o'tadi. Keyin sariq o'tadi. Bu yoqda hozir hammasi uzoqdan kelayotgan bo'lsa bir kun ko'radi. Chorrahada kelganda baribir bir-biri bilan yo'li kesishadi-ku. Shu chorrahada 5 qatdan oldinga ketib to'xtab keyin harakat. Ha, to'xtaydi, qarab, yo'l belgisiga qarab, keyin o'tadi. To'xtamasdan agar o'tib ketayotgan bo'lsa, o'rilib ketib qoladi. Savollar bormi? Xo'p, asosiy yo'l yo'nalishi hozir qayerda? Aylanmani ichida, ana yo'l berasan deyapti. Qayerga yo'l beraman? Aylanmaga. Aylanma tashkil qilingan chorrahada aylanani ichida harakatlanayotgan transport vositalari kirib kelayotganlarga nisbatan imtiyozga ega. Bu degani oq avtomobil qizilga nisbatan imtiyozga ega. Sababi u aylanma tashkil qilingan chorrahada yurayotganligi uchun. Bu asosiy yo'l emas. Aylanma tashkil qilingan chorrahada aylanani ichidagi imtiyozga ega bo'ladi. Ko'rikning ichidagi. Tasmalar bo'lagi, ya'ni tasma bo'lagi degani bu qaysi tasma ustida o'rnatilsa, shu tasmada nima qiladi? Ishlaydi. Bu degani mana shu tasmaga hozir kirishim mumkin emas degani. Nima uchun mumkin emas? Ha, qarama-qarshi chiqib ketaman. Ana stron yo'l mana shu yerda tugadi. Chap tasmada bo'lgani uchun bu chapga bora oladi. Qayerga bora oladi? To'g'riga bora olmaydi, mumkin emas. Agar u to'g'riga borishi uchun mana bu tasmada bo'lish kerak.
o'ng tasmada bo'lishi kerak. Tushunarli? Kimda savol bor mana shu bo'yicha? Nima uchun to'g'riga bora olmayapti? Tomonlama yo'l tugardi. Kirish taqiqlanadigan belgi bor. Shu tomonga bu endi kira olmaydi. Tushunarli? Sababi? Kimda savol bor? Kim savol yo'qmi? Keyingisida bu yerda nimani ma'no beryapti bu belgi? Har bitta svetoforning tagida belgi bor. Bu degani bu svetofor birinchi tasma uchun, keyingisi o'rta tasma uchun, keyingisi uchinchi tasma uchun. Bu tasmadan qayerga bora oladi? O'ngga, to'g'riga mumkin emas. Bundan to'g'riga, chapga o'ngga mumkin emas. Bundan chapga, to'g'riga mumkin emas. Hali bu svetofor o'zi belgilari bilan ma'no beradi. Nima uchun kerak o'zi aslida? Har bitta yo'nalish bo'yicha alohida qo'yib yuboryapti. Ya'ni chorrahani hammaga tartibsiz birdan ruxsat berib yormayapti. Alohida ushlab jo'natib yuboryapti. To'g'riga o'ngga ketadiganlar alohida, chapga ketadigan alohida qarilib oladi yo chapga ketadi. Ko'zi ojiz piyodalar bu belgi 50-100 aholi punktdan tashqarida 150-300 metr masofada qo'yiladi. Ko'zi ojiz piyodalarni o'tkazib olish uchun, ya'ni ko'zi ojiz piyodalar o'z joyi bor mana shu yerda deyapti. Qayerlarda qo'yiladi? Ko'zi ojiz piyodalar maktablarida, ko'zi ojizlar jamiyatlarida qo'yiladi. Ana o'zimizda ham hozir anaqa sariq kafirlar terib chiqyapti-ku trotuarlarga. Ko'ryapsizlar-a? Shu yerda mana chuqurchasi bor, chiziq bo'lib ketgan, shuning ichiga tayoqchasini tegizib yurib ketadi. To'g'riga ketib olish uchun, shuning uchun kerak. Ko'rish kerak uni. Hop. Keyin oq hassa bilan ishora berayotgan ko'zi ojiz piyodalar o'z joylaridan tashqarida ham nima qilish kerak? Yo'l berish kerak. Nam qoplama. Qachon nam bo'ladi o'zi? Yomg'ir yog'sa, qor yog'sa, ana boshqa xavf-xatarlar bor. Qachon boshqa xavf-xatar? Yomg'ir yog'ganda yoki qor yog'ganda. Masofangni nima qilyapti? Saqla deyapti. Urilib ketib qolmaslik uchun yomg'ir qor yog'ganda. Faqat yomg'ir qor yog'ganda masofa saqladi. Masalan, issiq bo'lsa, qor yomg'ir yog'maydigan bo'lsa, masofa saqlashim shart emas. Yoki boshqa xavf-xatar ham kelib chiqmaydi. Endi bu asosan shu yerda masalan yo'lning sharoitiga qarab xavfli bo'ladigan bo'lsa, mana ko'rinish cheklangan joy ham bor-ku. Shuning uchun mana stopda ham qo'yib qo'yapti, boshqa xavf-xatarda ham yomg'ir yog'adigan belgisini ham qo'yapti. Nam qoplamani. Bu endi yo'lni joylashuvidan kelib chiqib qo'yadi. Keskin burilish bo'ladigan bo'lsa qo'yadi, ko'rinish cheklangan joy bo'lsa qo'yadi yoki tosh tushish xavfi bo'lsa, yo voy hayvon chiqib qoladimi, sirpanchiq bo'ladimi, shunda qo'yadi. Ba'zi bir yo'llar shunaqa, ikkita tomonida suv bo'ladigan bo'lsa, nam bo'lganda, tuman bo'lganda yo'l sirpanchiq bo'lib qoladi. Suv bug'lanadi-ku, bug'lanib asfaltga o'tiradi, nam bo'ladi. Sirpanchiq bo'lib ketadi. Shunda ham kerak bu. Nogironlar, ana bu yerda nogironlik tasviri tushirilgan, aravachada o'tirgan odamdan o'z bor-a. Endi shu yerda kim parkovka qilish kerak? Faqat nogironligi bo'lgan, taniqli belgisi bo'lgan nogiron haydovchi, sog'lom haydovchi emas. Bunisida ham ana bu yerda mana oq nima uchun mumkin emas bu yerga? Nogironlik taniqli belgisi yo'q. Bu sog'lom odamga mumkin emas. Bu mana bu belgi bo'lsa ham tegishli nogironligiga bunisi bo'lsa ham, ya'ni kar saqov bo'ladigan bo'lsa ham, nogiron haydovchi avtomobilda belgisi bo'lsa ham bir xil. Ikkalasiga ham tegishli. Keyin nogironligi bo'lgan ajratiladigan parkovkalar doim oson bo'lishi ularga. Kirish joyida yoki oxirida, parkovkalarning boshida yoki oxirida bo'ladi. Ya'ni ularga qulay bo'lishi kerak parkovka qilib chiqib ketishiga. Imkoniyat cheklangan-ku, shuning uchun. Xo'p, mana shu belgida ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Ya'ni nogironlarga taqiqlanadi deb tushunadi. Unday emas. Bu mustasno degani. Mustasno degani nima degani o'zi? Nogironlarga aloqasi yo'q degani. Tushunarli?
Masalan, mana to'xtash mumkin emas, nogironlar lekin mustasno deyapti. Nogironlar to'xtasa bo'ladi deyapti. Mana bu haydovchini mana oyog'ida protezi bor, ko'ryapsizlar-a? Demak, nogironlik taniqli belgisi ham bor. Bunga mumkin. Lekin mana sog'lom haydovchiga mumkin emas, qoida buzyapti. Insof qilish kerak. Taniqli belgisi ko'kam bormi? Na. Xo'p, keyingisi foto va video qayd etish. Qoida buzarliklaringizni avtomatik tarzda foto video qayd etadi. Tezlikda bo'lsangiz, xavfsizlik kamarini taqmasangiz, kirish mumkin emas joyga kirib ketib qolayotgan bo'lsa, yo chiziqlarda bo'lsa, foto video qayd etadi. Xavfli yuklar, mana bu aytganim. Xavfli yuklar o'zi 9 ta guruhga bo'linadi. Ya'ni davlat namunasi GOS standarti bo'yicha 9 taga bo'linadi, jami 9 ta. Bu degani qaysi? Birinchisi portlovchi moddalar va buyumlar, o'q-dori, porox, raketa, portlovchi moddalarga tegishli. Birinchisi. Ikkinchisi gazlar, havo, kislorod, propan, xlor. Uchinchisi tez alangalanadigan suyuqliklar. Bu yerda mana ikkinchisini ko'ryapsizlar, ana yozib qo'yibdi-ku yashil belgida 2 deb. Demak, uni ikkinchiga tegishli ekan. Ikkinchisiga tegishli. Uchinchisi tez alangalanadigan. Uchinchisi bormi bu yerda? Yo'q, uchi yo'q ekan. To'rtinchisi tez alangalanadigan modda va buyumlar. Bormi? 4 tane bor. Tez alangalanadigan modda va buyumlar deyapti. Birinchisi oltin gugurt, kaliy, alyuminiy. Bu degani 4 ta o'zi ham tez alangalanadigan. 3 ga bo'linadi degani. Nuqta qo'yilyapti-ku mana bu yerda mana. Nuqta qo'yapti. Bu 5-chisini birinchisiga tegishli degan. Ana 5-xavfli guruhni birinchisiga tegishli degan. Ana o'rtada virguli bor-ku. Mana birinchisi oksidlanuvchi moddalar, peroksid. Bu yerda peroksid yozilganmi? Peroksid. Ikkinchisi aminiy, xlorid, o'g'itlar. Xuddi shunaqa ketaveradi. Oltinchisi infeksiyalanuvchi moddalar. Virgul bo'lyapti-ku, ana shu guruhini birinchi, ikkinchi, uchinchi bo'lib ketaveradi. Bu keyingisi 7-chisi radioaktiv materiallar, uran, yadroviy moddalar, shunga o'xshash narsalar. Bular endi asosan atomli stansiyalarda ko'proq ishlatadi. 8-chisi korroziyalanuvchi moddalar, bo'yoq, simop, kislorod, gidroksid. 9 boshqa xavfli moddalar va buyumlar, dvigatel, akkumulyator, batareya, qutqaruv uskunalari. Bular ham nima ekan shunda? Xavfli. Demak, nechta ekan bu? Ana shu 9 ta mana qo'yiladi mana. Yozib qo'yibdi-ku mana. 9 boshqa xavfli buyum va moddalar deb. Bunisida 7-chisi nima edi? Radioaktiv materiallar. 7-chisini ikkinchisiga tegishli deyapti mana. 2 qo'yib qo'yapti. Ikkinchisi nima ekan 7-ni? Radioaktiv mana. To'g'ri yozilganmi? Bular shunday savol tushishi mumkin. Hozir mana shularni ham qo'yapti. Ikkitasi bor. Qo'yani ham qo'yiladi. Organik plastiklar, oksidlovchi moddalar. Misol uchun portlovchi moddalarni qo'yish mumkin. Bu nima deb turib so'rash mumkin. Mana xavfli yuk tashiyotgan transport vositasi 10 ga mumkin emas. 3-daraja. To'g'ri o'tib ketish kerak. 4-chisi 3 ga tegishli. Ya'ni 4-chisi nima edi? O'z-o'zidan yonuvchi moddalar yoki tez alangalanadiganlar. Ha, qolganlar ketaveradi xohlagan yo'li. Evakuator ishlamoqda. Bu degani to'xtash yoki to'xtab turish qoidasini buzsangiz, evakuator nima qiladi? Birdaniga jarima maydoniga olib ketadi. Belgi ta'sirida oralig'ida qoidabuzarlik aniqlangan taqdirda transport jarima maydoniga olib ketiladi. Eng kam shaqin 3 barobar jarima to'laysiz. Evakuatorda pulni ham to'laysiz, jarima maydonini ham pulini to'laysiz. Qaytib keyin u yerga to'xtamaysiz keyin. Belgi ta'siri qayta tugaydi. Aholi punktining boshlanish oxirida birinchi chorrahada tegishli belgi o'rnatilgan bo'lsa, barcha cheklovlarning oxirida qo'shimcha axborot belgi bilan ko'rsatilgan masofada, ya'ni ta'sir oralig'i obyektgacha bo'lgan belgi bilan qo'yilsa, shu joyda ham tugaydi. Xo'p, endi mana bu joyini birdan aytib ketay. Shuningdek, belgi o'rnatilmagan hollarda ham haydovchilar qayerlarda to'xtashi mumkin emas? Qayerlarda mumkin emas? Eslaysizlarchi? Nogironlar uchun mo'ljallangan joyda, piyodalar o'tish joylarida, tunnellarda, temir yo'l kesishmasida,
ko'priklarning osti-ustilarida tegishli belgilar o'rnatilmagan bo'lsa, bekatlarda ham nima qilish mumkin emas? To'xtash mumkin emas. Temir yo'l kesmasiga 50 metrdan kam qolganda to'xtash mumkin emas. Tushunarlimi mana? Yo'lni o'zi o'ng tomonda nima bor? Parkovka bor. Endi chap tomonda bu nima qilmaydi? To'xtash mumkin. Shuni to'xtasangiz, evakuator o'zi kutib turgan bo'ladi. Nima holatda? Bu jarima maydoniga olib ketadi. Ha, majburiy u. Kayfiyatingizga qarab o'tirmaydi. Lekin shuni Tushunarli? Yaxshilab eslab qo'yasiz. Mana o'zimizda bozorda oldi bor-ku. Evakuator ishlamoqda. Ha, bir kun ishlaydi evakuator. Shoshmay turingizlar. klient ko'payishini kutyapmiz. Odam ko'payib ketib qoladi. Xo'p, endi qarang, to'xtab tursang evakuator olib ketadi deyapti. Endi bunisida. To'xtab tursang, lekin to'xtasangiz bo'ladi. To'xtab turishingiz mumkin emas. Lekin 100 metrdan kam joylar ko'rinadigan joylarda ham to'xtash mumkin emas. Ana burilish joyi bor-ku bu yerda, xavfli burilish. 100 metrdan kam bo'lsa unda ham mumkin emas. To'siq. Yo'lda ta'mirlashlari bo'ladigan vaqtda to'siq nima deyapti? Yo'lni to'siqni qayerdan aylanib o'tkazishim kerak? O'ng tomondan. Navbat bilan o'tish. Xo'p, kim aytib beradi menga? Mana shu yerda navbat bilan kim o'tadi, kim to'xtab turadi? Kim yo'l berish kerak? Chapdagi rasmda Xo'p, birinchi o'zi ketyapti-ku bu. Ikkinchi yondosh hududdan chiqayotgan o'tadi degan. Orqadagi yo'l beradi. Orqadagi yo'l beradi. aha. Bunisida agar chapdagi birinchi harakatlanadi, o'ndagi ikkinchi harakatlanishni aytyapti. Bunisida mana bordyurcha bor ekan shunisida. O'shanda chapdagi orqadagi yo'l beradigan. Bordyur emas. Bordyur emassan, chiziq. Bu yo'lning tor qismi, ya'ni o'ngdan, chapdan yoki ikkita tomondan toraygan joylari bo'ladi-ku. Shu joylarda navbat bilan o'tishni ko'rsatyapti. Mana bu to'g'ri ketayotgan birinchi bitta o'tib ketadi, keyin bu chapdagi qo'shiladi. Bunda ham bitta chapdan, bitta o'ngdan. Chunki ikkita tomondan torayib kelyapti, iloji yo'q-ku. Bitta tasmada o'tib ketish kerak bo'ladi-ku. Navbat bilan o'tadi. Haydovchilik madaniyatini pishiqlar o'tib ketmaydi. Bizlarda shunaqa bo'ladi. Hali pishiqlar birinchi o'tib ketib qoladi. Nima deysizlar uni? Shustriylar deysizmi? O pishiqlar ular. Navbatga qaramay ketaveradi. Transport vositasining davlat raqami. Mana shu yerda mobodo sizda avtomobil davlat raqami yozilgan bo'lsa, parkovka qilishingiz mumkin. Menimcha bu yerda unaqa yoziladigan birontasi yo'q. Yuridik shaxslar. Ha, mansabdor shaxslar 001, 002, 003, 004, 005. Ana shunaqa raqamlilar bu yerda parkovka qiladi. Qolganlarga bu hududda ancha uzoqroqdan o'tadi. Yo'q. U ishxonaning oldida qo'yiladi. Ishxonalarda anaqa davlatga tegishli bo'lgan raqamlarda qo'yiladi. Sotib oladiganlarda emas. Keyingisi faqat xizmat avtomobillari. Bu degani shu yerda korxona yoki tashkilotda ishlaydiganlar. Ko'pincha davlat organlari bo'ladigan joylarda qo'yib qo'yadi. Shu yerda qanday davlat organi bo'ladigan bo'lsa, faqat shular parkovka qiladi, sizga emas. Ana o'zimizda ham viloyat ichki ishlar boshqarmasimida shu yerda bor. Bulvardami? Ha. Sun'iy yo'l notekisligi, ya'ni sun'iy yo'l notekisligi bor deyapti. Bu belgi o'zi nima uchun kerak? Majburiy tarzda belgilangan. Mana shu yerda piyodalar o'tish joyi bo'lyaptimi? Yo'q. Bu oldindan aytayapti. Piyodalar o'tish joyi bor. Shuning uchun mana bu yerda tezlikni majburiy pasaytirib, keyin borishing kerak edi. Xo'p, qo'shimcha axborot belgilari o'zi nima ekan? Taqiqlovchi, buyuruvchi yoki ogohlantiruvchi belgilarni pastida qo'yilib, qo'shimcha ma'no beradi. Shu vazifasi. Hech qanday vahimali joyi yo'q. Takror o'rganish kerak, esdan chiqarmaslik kerak. Yana bitta narsa, doimiy belgi bilan vaqtinchalik belgi ma'no jihatdan bir-biriga zid kelganda bizlar vaqtinchalikka amal qilamiz. Esdan chiqarmaysizlar. Vaqtinchalik belgilar foni sariq bo'ladi yoki ko'chma tirgaklarda, ya'ni olib yuradigan bo'ladi. Savollar bormi?